Ne olacaktı? Bu kırmızı bandeden bir tasarlaç olsun, kulücüne tasarlayın diyor. Kırıştı. Ini boya girmek için kırışıklı kırık geçer. Kerja? Kimde uang bu böyle? Shoshmasdan ruhga nima qilinsa, har bitta qadamni toshni ko'rsatmaydi sizni. Sizga qo'shimcha olayotgan mana shu parolni so'raydi. Yo'q, parol takror bo'lishi. Ona kadastro rakam berasizmi? Bo'lsa tashlab beradi. Birinchi bosqichga qaytish, qaytadan ketishimiz. Kadastro raqamni nimaga tashlasam bo'ladimi gruppaga? Nima deysiz? O'zimniki kirgizsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Bemalol o'zingiz ko'rsangiz. Ben gruppaga shunday o'rin bor, rasmni tanlab qo'yaman. Mayli? Bu o'rtadagi nuqtalarni qo'yish shart emas. Raqamni o'zini tepsang, nima qiladi? Chiqarib beradi. Tasdiqlash qilgan boshqalar qiluvchi. Topa olasizlar kadastr raqamini. Mana uni qanaqa bo'ladi? Mana bu yerda ochadi. Ha, yo'q, bu yerda. Yangi opsiya ID kod beramiz. ID kod beramiz. Ko'rasiz? Mana. Nima bo'ladi? Yaqinroq qilyapti, so'ziga qarab nima dedi? Tartib yaratishmas, bizga hisoblaydi. Ha, o'sha esigingdan chiqmasdan, o'sha ko'rmaysiz,
xil variant. Ana shuni o'qib chiqingda, erinmang. Bir marta o'qing, shu bilan o'qimaysiz. Siz mana bu boshida o'qigan, o'zi nima yozilgani esimdan o'tib ketdi. Bizden o'zgartiraylik bitta. Mishkani tomongacha. O'zi sanasi, sanalar shu ekan. Shuni o'zi ekan. Sanaga qarab o'qish. Shuni oling, Telegramga o'tish kerak. O'zingizga tashlab o'ting. Keyin kompyuteringizda saqlaysiz. Hozircha mana bu ish qachon bo'ladi? Yo'q, buni tashkil etgan holda qildik-ku. Bunda ko'p shoshmang. Buni qilsangiz aytaman, ochib olasiz. Keyin ularni to'lov qilish kerak. Enchaga o'tamiz. Lekin Maygoga kiritgan nomerimizni kiritishimiz shartmi? Masalan, boshqa nomer emas, o'zimniki emas. O'zimniki to'g'ri kecha olmadim. Shart. Bu nima uchun qilyapti? Yagona darslardagi yoki davlat tashkiloti xodimlari qaysi raqam bilan sizga bog'lanishi mumkin? O'sha raqam kiriting. Kimda bo'lyapti? Keyin Feruz aka shunday bir xil firma bor, ism qo'yadi, uni boshqa odam qo'yishi mumkin emas. Nima qanday qiladi? O'zi chiqarib beryapti-ku, hozir Yo'q, biron kim qo'ysa sotib oladimi? Yo'q, patentlangan nomlar menga chiqmaydi, qo'yilmaydi. Agar siz nom qo'yishingiz mumkin, lekin tashqariga chiqarib banner ilishga haqqingiz bo'lmaydi. Nimaiki u patentlangan. Shu patentlash berdi, shuni nima qiladi, buni ham? Yo'q, boshqa narsa, patentlar umuman boshqa sayt. Bu to'lovlari bor. Keyingi qadam bosaman. Olib tekshirish kelgandan keyin bu to'lov to'langan hisoblanadi. Mana bu to'lanmagan turibdi-ku, to'langan deb chiqadi tekshirish bosgandan keyin. Keyin mana bu tugma davom etishga aylanib qoladi, davom etish bo'ladi. Davom etishni bossam agar keyingi qadamga o'tadi. Keyingi qadam nima edi bizda? Ko'rib chiqish, ya'ni mani arizam yuboriladi, Adliya vazirligiga yo'naladi. Ular ko'rib chiqadi, hamma narsa to'g'ri bo'lsa agar, to'g'ri bo'lgandan keyin ular menga nima beradi? Guvohnoma beradi. Guvohnoma beradi. Va 9-qadam nima deyapti? Bank hisobotasi. U ixtiyoriy bo'ladi. O'tkazib yuborish degan tugmasi ham bo'ladi. O'tkazib yuborish bo'lsa, bank hisob ochilmaydi, lekin firma ochiladi, guvohnoma beriladi. Guvohnomaning ko'rinishi mana uni ko'rsataman. Mana bu ko'rinishi bo'ladi. Mana shu ko'rinishdagi guvohnoma beradi tabii. Film ochilganda. Birinchi chiqadigan narsa mana shu ma'lumotlar ham. Bular hammasi bizlar kiritgan ma'lumotlar asosida chiqadi. Faqat mana bu narsa davlat tomonidan beriladi. Nima bu? Stil. O'tgan darsda o'tganiga nechta raqam bo'ladi? 9 talik raqam. Mana shu guvohnoma beriladi bizlarga. Firmani ochib qo'yib yuritmasam bo'ladi. Har bitta yuborilmagan hisobotga 10 barobar baza hisoblatib qo'yilsa, va hozir o'sha jarimasini ham ko'rsatamiz. Mana bu hozir ochgandan keyin 6-da yopiladi deysiz-ku. Yopgancha yuborib turasiz. Yopgancha nol yuborishingiz kerak. Hozir sizga jarimasi kelgan bitta firma bor. Mana shu firmaga jarima kelgan. O'sha men aytgan hisobot yuborilmagan. Agar ochib berayotgan bo'lsak, ishonchnoma asosida harakat qilish bilan ochib beramiz. Ko'ryaptimi? O'qiy olasizlarmi? Ko'ryaptimi? Men qizil joyini aytaman. Tak. Ish joyi mashg'ulotini qanday
Bak. Ben şu bitti okuyayım. Böyle okuyayım. Direktor, rahbar, Aziza Sami Eksklyuziv mas'uliyati cheklangan jamiyatda stil 2025 yil iyul oyi uchun aylanmada olinadigan soliq hisobotini o'z vaqtida taqdim etmagan. Mana shu uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 269 va tegishli moddalariga asoslangan holda qaror 175-modda 2-qism. Ko'p qancha deyapti? 404 million 120 ming. Ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima solinadi. Hozirgi Bitta hisobotga 0 bo'lsa ham firmani boshlaysiz yuritmadi. Har biriga mana shunaqa jarima keladi. Bitta oyda buni ikkita hisobot bo'ladi. Davlat tomonidan shunaqa imtiyoz berilgan, birinchisi kechiriladi. Birinchisi kechiriladi. Bu ikkinchisi bu. Birinchisini ham men hozir ochib ko'rsataman sizga. O'sha narsani ishtirani jarima qaytarish imkoni bormi? hozir Birinchisi kechiriladi deyapman, mana birinchisi kechirilgan, qarang. Birinchisi mana bu. O'qib chiqamiz buni ham. Nima deyapti? Mana shu firma yo'qda direktori mana shu 2025-yil uchun jismoniy shaxslardan oladigan daromad solig'i bo'yicha hisobotni boyagi aylanmadan olinadigan soliq. Bu ikkinchi, ya'ni boshqa turi hisobotni, boshqa turi. Hisobotini o'z vaqtida yuborilmagan. Aniqlangan paytdan e'tiboran 30 kunlik muddatda, ya'ni 1 oy ichida ixtiyoriy tarzda bartaraf etgan. Kechirishni bitta sharti shu, 1 oy ichida bartaraf etish kerak. Soliq organi sizga aytadi, mana bu hisobotni yubormading deb aytgan kundan boshlab 30 kun ichida bartaraf etsangiz, shunda nima deydi? Qaror qilaman. Nisbatan O'zbekiston Respublikasi mana shu moddasiga asosan soliq organlarining yagona avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali qayd etilgan ma'muriy ish nima deyapti? Yurituvda tugatilsin, to'xtatilsin deyapti. Birinchi martalik uchun. Birinchi martalik. Ikkinchisiga уже nima deyapti? Va uni aqlab to'lab qo'ying deyapti. Bu ikkinchisi deyapti bizlarga. Endi siz bitta oyda ikkitadan bo'lsa agar 10 oy yuritmasangiz 20 ta bo'ladi. Bittasi kechiriladi 19 ta. 19 ni ko'paytirasiz 404 million 120 ming. Mana shuncha jarima to'laysiz. hozir kamaygan-ku jarimasi. Summasi qanday? Qancha? 2 milliondan qancha bo'ladi? 10 kun ichida to'lasangiz, har qanday ma'muriy ish, har qanday ma'muriy jarima 10 kun ichida to'lansa 50% skitkasi. Xuddi avtomashina Yaqinda soliq alegisiga keldi. Ularga hisobot topshirmagan bo'larku. Jarimasi qanchadir summaga kamaydi. Yo'q. Mana bu ko'zingiz bilan ko'rib olasiz. Iyul oyida bu. Avgustda keldi, 2-avgustda kelyapti. Sentyabrda. Sentyabr, 9-sentyabrda keldi. U o'zgarmagan narsa. Bazaviy hisoblash miqdori nabarat oshdi-ku, 3 million qancha edi? 3 million 750 ming edi. Oldin yaqinda oshganligi sababli 4 million 120 ming. Oshdingiz. Nima nomini qo'ydingiz? Ha? Bek folder. Ustani skachat qilib o'qib chiqdingizmi? Qarab chiqdingiz. Osmon xarid qilib yukladim. Yuklab oldingda o'sha narsani o'zingizga o'qishingiz kerak. Ustadan nima bo'lganini o'qishingiz. Sizlar to'g'ri tushuninglar, hozir qilyapmiz mana bu ishni. Hozir o'qimasangiz shu bilan o'qimaysiz. Men bilaman-da bu narsani, o'zim boshimdan o'tgan vaqtingiz bo'lmaydi yani. O'qishni xohlasangiz ham vaqtingiz bo'lmaydi sizga. Shunaqa. Hechki tanlash mumkinmi? Nima u? Ham tanlash bilan o'qib chiqilmadimi? Endi bittasi gapdagi ochib ko'rayotgan. Nima? Tanlash mumkin. Ha, tanlash mumkin. Siz birinchi kuni adashmasan. Birinchi kun shu uchun. Korxona nomi mana yozasiz. Yo'q, ketaveradi. Yetishib olasiz ishlarsiz. Nima qo'shasiz? Nomda sifat, nodavlat sud ekspertiza. Shunday bo'ladi. Davom etyapti. Nima? Pasport qilishingmi? Yana nimasi? Oldin qidirishni. Yuridik shaxs mavjud deyapti.
o'n minutlik period e'lon qilamiz. Kim xohlasa o'tirib chiqarsin, kim xohlasa dam olishi mumkin. Shahar kodida quriladi. Qanday kishida Deyishingizda siz bilan qo'shningiz agar bir joyda tug'ilgan bo'lsalaringiz, tug'ilgan joyi yashash joyi emas. yo'q bir xil. Xo'sh, Masalan, dadamizdan bitta joyda tug'ilganmiz. xo'sh. Lekin shahar rayon kodi boshqacha. Qarang, dadangizni zamonlarida o'sha rayon nomi o'zgargan bo'lishi mumkin bugungi kunda. Yaxshi, misol Samarqand tuman. Bilasizmi? Samarqand shahar bu, uni atrofi Samarqand tuman. Va Samarqand shahri bugungi kunda kengaymoqda. Qorasuv o'zi nima bo'ldi? Shahar bo'ldi. U joylar nima edi? Oqdaryoga kiradi, to'g'ri? Sayfat yo'q, Oqdaryo edi. Lekin nima bo'ldi o'zi? Shaharga. Shahar kirsa kodi ham o'zgaradi. Ya, shunday bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Mumkin, hech narsa deb bo'lmaydi. Yoki bo'lmasa, misol men Samarqand tumanida yashasam, lekin больница, tug'ruqxona meni rayonimdan ko'ra shaharniki menga yaqin. Misol, Daynlagerda turganlar shaharga olib kelgandan ko'ra charxi bir qadam. Shaharchasi. 2 kilometr chiqadi. Olishadi, Daynlager nimaga yetadi, rayonga yetadi. Qaysi rayonda tug'ildi? Assaronda. Assaronda kodib qo'yiladi. Tug'ilgan joy, yashash joyi emas. Shunday bir har xil holat bo'lishi mumkin. Har xil holat bo'lishi